O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov departamenti va uning quyi tizimlari tomonidan 27 nafar fuqarolarning murojaatlari asosida 21 ta holatda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi, 165-moddasi, 139-moddasi va 244-6-moddasida nazarda tutilgan jinoyat alomatlari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yuqorida ko'rsatilgan holat bo'yicha joriy yil 16 yanvar kuni soat 11:00 larda 5 nafar fuqarolar 1988-yilda tug'ilgan Abirayev G'ayrat Nusratovich, 2006-yilda tug'ilgan Eshquvvatova Marjona Sherali qizi, 1992-yilda tug'ilgan Yuldashev Azizjon Bahromjonovich, 1998-yilda tug'ilgan Nishanov Dilshod Tahirovich va 2000-yilda tug'ilgan Hamidov Sardor Muhsino'g'lilar protsessual tartibda gumon qilinish sifatida jalb etildi. Mazkur shaxslarning jinoyat ishi bo'yicha gumon qilinish tariqasida jalb etilishiga fuqarolarning arizalari, tergovga taqdim etilgan audio-video yozuvlar, sud ekspertiza xulosalari, guvohlarning ko'rsatmalari va boshqa dalillar asos bo'lgan. Mazkur jinoyat ishi sifatli, har tomonlama va adolatli tergov qilinishi, ishga aloqador shaxslarning harakatlari qonuniy himoya qilinishi, isbotlanishi lozim bo'lgan barcha holatlar to'liq va xolisona tekshirilishi Tergov departamenti rahbari tomonidan nazoratga olindi. Mazkur jinoyat ishi biron bir ommaviy axborot vositasi va ijtimoiy tarmoq vakillariga qaratilmagan bo'lib, fuqarolarning murojaatlari asosida ayrim shaxslarning xatti-harakatlariga dastlabki tergov harakatlari davomida qonuniy baho berilmoqda. Hurmatli fuqarolarimizdan Ichki ishlar vazirligining rasmiy manbalarida e'lon qilinmagan, asoslanmagan ma'lumotlarni tarqatmasliklarini so'rab qolamiz.